Assalomu alaykum do'stlar. Bu videoda qanday qilib Uzumbank Visa plastik kartasini onlayn buyurtma qilishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun videoning tagidagi opsiyaniyaga o'tib, havola ssilka orqali ilovaga o'tishingiz mumkin. Buning uchun videoning tagidagi mana bu nuqtani bosib, opsiyaniyaga o'tasiz. Va mana bu havolani bossangiz, sizni Uzumbank ilovasi joylashgan Play Marketga o'tkazadi. Uzumbank ilovasi joylashgan joyga o'tganingizdan keyin ustanovka yoki o'zbekchasiga o'rnatish yoki shunga o'xshash yozuv chiqadi. Qisqasi, mana bu ko'k nuqtani bosib, Uzumbank ilovasini telefoningizga o'rnatasiz. Shundan keyin Uzumbank ilovasini ochib, ro'yxatdan o'tishni boshlaysiz. Mana bu joyda o'zingizning shaxsiy telefon raqamingizni terasiz. Telefoningizga kod keladi, kodni terib ro'yxatdan o'tishni davom ettirasiz. Keyin sizdan parol o'ylab topib kiritishni so'rashadi. Iltimos, barcha parollaringizni daftarga yozib qo'ying, yo'qotmang. Ro'yxatdan o'tib bo'lganingizdan keyin Uzumbank ilovasi ichi mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Mana bu joyda Uzum kartangizdagi pullar ko'rinadi. Mana bu joyda esa keshbeklaringiz ko'rinadi. Bu keshbeklar sizga do'konlarda, Uzum marketda va turli xil to'lovlardan tushgan barcha keshbek pullari shu joyga yig'iladi. Bu pullarni keyin ilovaning o'zida Uzum kartangizga o'tkazib olishingiz mumkin. Endi mana bu joyda siz Uzum kartasini onlayn buyurtma berasiz. Hammasi bepul. Buning uchun shu yerga kirib, yana ro'yxatdan o'tasiz, boshqa banklardagidek. Ro'yxatdan o'tayotganingizda pasport ma'lumotlaringizni xato qilmasdan to'ldiring. Yuzingizni rasmga oladigan joyga kelganingizda, mabodo xatolik bersa, yorug'roq joyga o'ting. Hammasini tugatganingizdan keyin uyingizga yaqin bo'lgan Uzum nuqtasini tanlab, kartangizni shu joyga olib kelishlarini ko'rsatasiz. Shundan so'ng, kartangiz siz ko'rsatgan Uzum nuqtasiga yetkazib beriladi va o'sha yerga pasportingiz bilan borib olib ketasiz. Shu bilan Uzum Visa kartangizni olganingizdan keyin, Uzum kartangiz yordamida chiqarish, xizmat ko'rsatish, yetkazib berish va to'ldirish 0 so'm. 100 million so'mgacha istalgan kartalarga bepul o'tkazmalar. Barcha Uzum bankomatlarida bepul naqd pul yechish. Uzum market va Uzum tezkorda 30% gacha chegirmalar. Toshkent va O'zbekistonning boshqa shaharlarida transport to'lovlariga chegirma. Uzum bank ilovasida QR kod orqali barcha to'lovlarga 1% dan boshlab keshbek. Hamkorlarda to'lov qilganda 2% gacha keshbek. Aksiyalar muddati cheklangan. Batafsil ma'lumot Uzum bank ilovasida.